Men Bo'yoq mahallasidan Xolbekova Shahnozaman. Xo'jayinim 10 million kredit olgandi chorvachilikka. Xolbekov Sarvar. Birinchi qo'ychilikdan boshladik. 5-6 ta olib, keyin ularni sotib molga qildik, mol oldik. Bitta olgandik, hozir yana ko'paytirdik mollarni. 5-6 litr sut sog'aman. O'zimiz ichamiz, qolganini mahallaga topshiraman sotishga. 6 sotix tomorqamiz bor, bo'sh vaqtimda foydalanamiz. Birinchisiga kartoshka ekdik, ikkinchisiga sholg'om, turub ekdik. Kartoshkadan 6 million daromad qildik. Hozir sholg'om, turub ekkanmiz. Ulardan ham foydalanyapmiz. Qo'shnilar so'rab kelsa, ularga ham sotyapmiz. Bular hammasi mehnatimizning, daromadimizning foydasi. Bank xodimlarimizga ham rahmat. Bizga kredit ajratib berdi. Kelgusi yilda yana 60-70 million foyda topish niyatimiz bor.